Shu. Mashina qaytaring. Mana. Shu, hayt. Shu joningni, dikkiligini qarang. Mana shuni men ham tanlab olishga birortasi chaqirsa olaman shunaqa bo'ladi. Yo'q, siz aksiya qilib beraman aka. Bugun tushiramiz narxlarni. Dastavkasi bilan. Begiz aka Ramazon aksiyasini boshladi deydi. Ha joningizda. O, mana maytga chiqish kerak ekan, ancha katta ekan. Sizlar 10 ta zo'rin tanlab olasizlar. Zo'rin tanlab. Ramazon aksiyasi boshlandi, xudo xohlasa. Mana akalar. Buyuring, boqishaveradi endi. Ancha ochilib qopti, lekin 2-3 boshladik, ketdik. Avvalambor assalomu alaykum, qadrli chorva mix obunachilari, YouTube, buqa va albatta chorva ishqibozlari, o'zimizda ashaddiy obunachilar. Akalar, ukalar, avvalambor barchaga kirib kelayotgan Ramazon oyi muborak bo'lsin akalar. Hammani oilasiga qut baraka olib kirsin Ramazon oyi. Akalar, ukalar, videoni boshidan videoga like tugimbulatib qo'yamiz. Xudo xolasa bugun sizlarga bomba, super narxlarda inshaalloh buqalar qilib beramiz akalar. Xo'p, hafta kunlarimiz bugun 17-fevral haftaning bugun chorshanba kuni 2026-yil. Biz yana Toshkent viloyati Begavod tumani o'sha ikkinchi savxozda Begiz akani fermasidamiz. Haydanglar, ketdik. Xudo xolasa bugun mamlakatga tonna bo'ladigan buqalar kelgan akalar. Hammasi xudo xolasa zo'rlardan. Haydanglar, ketdik ana. Mamlakatga simentalga kalmiklari ham bor mana. Gibridlar turishini qarang tepalarni. Joning omon bo'lsin, mashallah. Akalar, ukalar, videoni boshidan videomizga bitta shu like-ni bosib qo'yinglar. Xudo xolasa iloji bo'lsa mana shunaqa buqalarimizga, aka-ukalarimizga videolar tarqatib qo'yinglar. Omon qarang polvonligini. Mashallah, kichkina bo'lsa ham. Yo'q, bu yoqqa haydaymiz. Bitta aylantiraylik endi buni. Haydanglar. Ketdik joningni. O'tirsin mana shunday. Mashallah, polvonligiga qarang mana uni. Mashallah. Joning omon bo'lsin. Begiz aka, siz bilan oxirida so'rashamiz endi videoni oxirida. Buqalarni ko'rsatib qo'yaylik. Zo'r o'tyapti. O'tirsin mashina bitta zo'r ketyapti mana. Aylantirib ketdik. Haydanglar. Mana qarang. Akalar ishtahlarga ancha kirgan buqalar inshaalloh mana jonim o'n qarang ketishadi. Mashallah. Oqsillar yo'q, oqsildan xudo xolasa chiqdi. Oyoqlari mana yurishlari. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Begiz aka. Salomatmisizlar? Hammadan Alloh rozi bo'lsin. Kirib kelgan Ramazon ro'za oyiga yetkazganiga avvalambor shukr. Hammaga kuch-quvvat to'liq tutishini tilab qolamiz. Allohdan nimani so'rab niyat qilgan bo'lsa, ro'zada inshaalloh yetkazsin. To'ppa-to'g'ri. Hammani omadini bersin. Ro'za Ramazon boray bo'lsin. Qolgani bo'laveradi. Bitta gap eshitdim aka. Begiz aka Ramazon aksiyasini boshladi deydi. Ha joningizda. O, mana maytga chiqish kerak ekan, ancha katta ekan, mana bular. Mashallah, men turishini qaranglar. Mana akalar, bu yoqqa o'tib. Aha, uni qarang, chekka suvni yo'q. Shu. Hayda, ketdik. Jamoatchilik sotilish kerak edi mana 4 kun 5 kun oldingi videoda. Aha. Ozgina sog'lig'iga ishonmasdan sotuvni to'xtatuvdik. Aha. Mana akalarimiz kelaveradi, faqat endi kutgan narsaga ukol qilib, Xudo xolasa boqorishadi. Yomon gaz uzunlari kelibdi, lekin ko'z tegmasin. Zo'r buqalar. Mashallah. Qo'l bo'shatishga Ramazon aksiyasini boshlaymiz, qadrli obunachilar. Like deb bosib qo'yamiz. Videoni iloji boricha mana shunaqa buqa olaman, optim joydan degan aka-ukaga tarqatib qo'yinglar. Xudo xolasa. Bugun hammasi ishtaqaga kirdi, Xudo xolasa. Lekin suyaklari ham yirik baqotlardan akalar. Mana kirib olaman, mashallah. Ketdik. Mana qarang, mashallah, turishini qarang mana. Akalar, endi men bu oyog'imizni tagi tosh, ozgina buqalar toshda qiynalayotganimiz sabab bo'lmaysizlar. O'zi ozgina ko'chaga olib chiqmadik. Mana shu yerda chiroyli ixchamni ko'rsatamiz. Qo'llari ham bor, shoxlari ham bor. Bu o'sha kalmikka semental gibrid, adashmas. Kalmikka semental gibrid. Qarang turishini. Joningdan kelishtirib beraveramiz narxlarimizni uchun. Begiz aka, bitta akamiz narxida, bu bitta Xudo xolasa narxini yengil qilib beradi. 1,5 million, 2 million bir joyga arzon qilib beradi. 1,5 million, 2 million arzonroq qilib berasiz. Kecha endi chiqarganimiz endi tushunganlar sotib olib ketishdi. Aha. Bizlar o'zimiz davolamiz qolganini mana kamchiligini o'zimiz qildik. Biz bilasan kasal mol sotmaymiz. Agar o'ziga ishonsa o'shanda. Aha. Olib ketib mana uni qo'yinglar deymiz kelganda. Bo'lmasa sizlarni to'xtatib qo'yamiz. Bo'ylari shu 1 metrdan 1,20 gacha mol bor. 1,15 qo'yaveramiz. Soni 22 ta. Qarang, qashdan Ichida joning. mayda juda kichkinachalari bordi, ketdi ular. Ko'rding o'zing.
Endi xudo xolasa mana shu 22 tani Begiztaga menga haydang deganlarga 22 tani bor-ku. 22,5, 22, 21,5 yo'q gap. Aha. 21 milliondan bir tekis ketaveradi. 22 bosh. Bir joyga. Hamma narsasi ichida mana. Dastavka. Dastavka, pastavka hamma narsasi ichida. Bezdagi endi qarang. Bitta, ikkita, uchta, to'rtta oladigan akalarimiz bor yo, 10 ta tanlab oladigan akalarimiz. Narxlar yengil. Narxlar nima qilasiz ularga mana shu? Xudo xolasa mana Jo'jon ichidan yana 5 Yurib, ta yurib 20 ko'ramiz. 5 ta 20 million. 20 milliondan, ha? Greenford qoldi. Mana. Greenford qoldi. Mana ham bitta zo'r ekan. 1, 2, 3 ta mana. 3 ta mana. Ajrating mana shu 3 tani 20 millionlar haydang. Hozir Otabek yordam. Otabekjon yordam berib oling, keling. Mana bular 4 ta joy. Mana. Hayda, kel chu. Chu. Mana shuni qaytaring. Mana. Chu, hayd. Shu joningni, dikkiligini qarang. Mana shular 20 millionga ketaveradi. Mana 4 ta 20 dan 80 millionga olamiz degan akalarimizga mana. Mana limuzin gibrid 3-4 ta mana. Mana turishini qarang. Ular katta novoslarda mana bular katta. Mana qorinlashni boshlab, bo'ylari mana 1.20 da. Tashqaridan ham ichkaridan ham yeyapti-yu. Ha, yeb turibdi. Sog'ligi zo'r, 100 ga 100. Ko'staymas. 4 tamikan 20 dan. 4 ta 20 million. Yomon boshlamaysiz. Oqni ham qo'shamiz 5-inchisi. Mana oqam 5-inchisi. 100 millionga 5 ta. Ketdi akalar mana. Olib borib beramiz xudo xolasa kelishgan holda. Olsa olib borib beramiz. 100 millionga 5 ta oxirgi naqasi. Aha. Keyin eng kattasini Jo'jon mana bunda qalari bor mana. Qani? 24-25 yo'q gap. Mana oyoqlari sog'ayib, Aha. Deb ancha kondisioner qilib qo'ydik. Aha. 25-26 yo'q gap. Xo'p. 23 million ketaveradi. Qanchaga? 23 million. Eng zo'ri. Eng zo'ri mana. Aka, Sotilib mana ikkita. portlatyapsiz-ku bugun ko'staymasdan. 3 ta Mana, 3 ta. Yaltillashini qarang mana. Yana qo'shamiz mana. Mana 4 ta ekan. Aka, mana shu 4 ta 5 ta mana shular kattasidan. Ko'p bitta 10 Yo, ta. misol uchun bir 10 tadir 8 ta terib olsa aka, nima bo'ladi aka? Ter bo'lsa yaxshi bo'ladi. 23 milliondan qancha o'tib berasiz aka? 500 mingdan o'tib beraman. Seriozna. Telefon tashlab yuboraymi yo tushib olaveraymi aka? 22,5 milliondan 22,5 5 ta 6 tanlab olsa qilib berasiz aka. Mashallah. 22 mana chiqyapti. Joni yomon bo'lsin. Mana yurgizing. Greenford mana. Ketdik. O'tirsin. Mana akalar. 10 ta tanlab olsa 22,5 dan beraman. Mana akalar. Mana akalar. Çok güzel deganlardan. 20 bilan 23 ketishini ko'raman. Mana buni 20 million, yonidagi 23 million aka. Bir qarich bo'yida farqi bor. Mana. Mashallah, ko'rsaymiz. Mollari ko'rdingmi mollar? Zo'r bo'lib qoldi. Ko'rsaymiz. Zo'r. Yana sabablarini qilib qo'yapmiz. Kundan kunga mol ochilyapti. Ertaga ilojini qilsak, havo mana shunaqa yaxshi bo'lib tursa, bitta origa ham cho'miltirib qo'yamiz klientlar kelguncha. Klientlar kelguncha. Xudo xolasa mana. Hammasi yeb turibdi, ko'ryapsan? Mana akalar tashqaridan ham ichkaridan ham yopishyapti. Bitta bu tomonga haydalib, bu yoqda quyosh tushib qolyapti. Bu yoqqa olaylik ko'proq. Yeb turibdi. Mana tushini qarang. Onun kallasini qarang, ko'rsaymasin. Joningdan, qani. Mana akalar, qator hammasi tashqaridan ham hammasi yopishyapti, ishtahaga kirib bir qo'ygan. kirgizishini oramizmi endi? Olamiz aka, xudo xolasa, farqi yo'q. Daradan ochinglar, alshay qaytamiz. Oshamiz, ketdik. Qara, kichkina novosmasdan endi просто yo'l charchog'i bor. Shunday. Ikkalasiga qo'l qilib o'ynoqlab qoldimi ular ham? Mana akalar, oyoqlari tagi mana bunaqa sal oyoqlanayotgan bo'lsa, ko'pi toshga urilyapti. Shu 10 sakrab o'tishini qarang mana. Kirishini olib berasizmi bir? Olamiz. Bo'lmasa Mana shu ham joyda 23 million mana shu ikkalasi. ikkalasi ham. Ha, shular Mana qatorda ketadi. bo'ylari, biri mana bu bo'ylar o'lchoving, biri 15 plusi bilan o'ynab kirib chiqadi 20 ga. Biri 15 ga oylarsizlar. Biri 15 ga. 5 pasiga oylar. Yo, 23 demangda, agar 5 ta 6 ta olsa 22 hamdan qilib berasiz, aka. Qilib beraman joyda. Ko'stayman. O'tib ham beraveraman, dadam urisharmi? Men qarang. Bugun olib kelsa, men Alsay baqa keng. Be. Bir minut baqa keng. Haligi Men qarang. kecha tuxumdan chiqqan Bir minut ushlab turing mana shuni. to'xtab tur. Kecha nima tuxumdan chiqqan jo'ja emasmiz-ku, bugun bu ishni boshlaganimiz yo'qdi. Pasiyanni 50 ta 100 ta, 50 ta 100 ta mol kelib turibdi-ku. Bir marta olib kelib turib, uyni qilmaganmiz-ku. Mol yo'g'ida ham mana Chora House Odil akam biladi, Alloh rozi bo'lsin hoji aka. Haligi Begiztakada video qo'yganmiz, sen bilan ham video qo'yganmiz, hozirni bugun qilganimiz yo'q-ku. Hozir yana mana realni aytaman, 120 ta molimiz kelyapti. Joy bo'shatishgan 21 dan ham xayrini qilib beraman. Rezdaka, o'zi o'tdi men. O'tavering. 10 ta. 10 ta. Tanlab oldim ichidan degan. Ha. Mana shu Ramazon aksiyasi o'zimizning obunachilariga. Inshaalloh. 22 milliondan. Kamini mayli o'sha qilib bermaysiz, dastavkasini qilib berasiz. 10 ta 22 milliondan mana shu men ham tanlab olishga birortasi chaqirsa olaman shunaqa bo'ladi. Yo'q, siz aksiya qilib beraman aka. Bugun tushiramiz narxlarni. Dastavkasi bilan qilib beraman. 22 milliondan obunachilar 10 ta zo'rini tanlab olasizlar.
Zo'rin tanlab. Ramazon aksiyasi boshlandi. Xudo xolasa 10 ta 22 milliondan mana Chorva Mixdan ko'p telefon qilyapmiz deylar. Inshaalloh bari portlatadi. Agar sog'ligi yeb ichishga garantiya. Aha. Endi mana bemalol Bering. gapiramizda. Kecha videoda nima degandik? Hozir kelgan mol garantiya beramiz. Mana ko'rdik, yedirdik, ichirdik ana kattalari zo'r. Agar yoshi katta onaxonlar chiqsa, xudo xolasa Ramazon aksiyasi bo'lsa bir gapda. Aha. Ana shu 5 ta ko'rsatganim bormi? Yana 200 mingdan o'tib beraman. 19 million 800 ming. 800 dan qilib beraman, xudo xolasa. Agarda hammasini bitta joyga olaman aka desa, addushi iftorlik deydimi, boshqa deydimi, $200 shunday bonus qaytarib beraman. Seriozna. $200 bonusi bor 22 tani olganga. Ha, 22 tani mana shu bitta joyga mana 21 milliondan pul sanasi $200 kam beraverishsin menga. Mashallah. Gap yo'q. O'shanda Portlatyapsiz. qanchadan tushadi? 20 million. Qanchadan 21 dan ham tushmaydi unda hozir. Yo'q, 20 million 900 mi 800 dan tushadi. $200 ham 2,5 million bo'lganda. tushadi-da. Men qara. Shu agar bundan arzon qo'yadiganlar qo'ysin. Bitta ko'ringlar buqalarni mana akalar. Molda sog'ligi zo'r. Mana. Bitta yarimta oyog'idagi og'riqlar u dorilarni qilganimiz yo'q ketadi. Yo, Beyiz aka, men sizdan oldin ham olganman. O'zi addushi klient siz menga desa $200 aytyapman, bonusi bor. $200 bonusi bor. Oxirgi taqalgansiz. Yana dastavkasi ham bor. U akaga 20 shu yarimdan sal yo'q bu yog'i tushadi. Mashallah. 20,5 milliondan salkam tushib qolar ekan. Bunaqa mollar qaytdan beryapti? 1.15, 1.20 lik bo'lqalar, ey. Yo'q, 20,5 dan to'g'ri kelmaydi. 21 dan. O'sha 21 dan $200 dastavka qilib berasiz. $200 qaytarib, dastavka qilib berasiz. Qilib beramiz, xudo xohlasa. Sizga shunda 20,5 dan qolar ekan-da, o'zga demoqchiman. Ertaga video qilmoqchi edik. Mana. Azon aytib qoldi, to'xtang. Mana akalar, yeyishini qarang mana. Jonim, uni turishini qarang. Yeyishini ko'rsataymi, turishini ko'rsataymi uni. Joningda. Suyaklari baquvvat buqalar. Faqat bularga shu olib borib bir hafta mumkin. Ozgina yemini bersangiz bor-ku, bitta qorinlab olsa bular. Qorinlashni boshladi. Joningdan ketdik. Haydang Beyiz aka, haydang. Kirgizoramiz ichkariga bo'lmasa ketdik. Ha, uni qarang, osilib turishini qo'yinglar, mashallah. Tinniqlarim. Haydoring. Bo'ldi, ketdik. O'chirmasdan. Hoppale. Haydoring, mana shu Otabek qoching, kiraversin. Men kirishni olib beraveraman. Haydang, ketdik. Mana akalar bitta kiryapti. So'raganlarga. Mashallah. Haydo, ketdik. Ancha charchoqlar chiqib qolgan, xudo xolasa. Mana akalar, xudo xolasa hammasi ishtahaga kirib, o'sha sog'liqlari zo'r. Mazza qilib olib borib, bitkanasiga ozgina qarab qo'yasiz bo'ldi. Erta cho'miltirib ham qo'yamiz ana. Kelishsa cho'miltirib ham beraveraman deng. Haydoringlar. O'g'lar, qarang ketishini. Joningdan. Mashallah, mana maytdoyi quyoshda zo'r chiqib ko'rinyapti mollar. Haydang. Ketdik. Mana akalar. Bu yerim boqishaveradi endi. Ancha ochilib qolibdi lekin 2-3 kun oldingidan ko'ra. 22 ta mol ziyod kelishamiz ey. Aytaman-ki, ko'pincha mana shu qo'llar bilan minglab mollar barakasini berib yurganmiz. Bu nima bo'libdi deyman-ki. O't sekin. Oyog'ingdan aslan. Joningdan. O sekin mol kamavergan sari zo'ri ham ko'payib borar ekanda, chiqib. Bu molni yomoni bo'lmaydi gap bor. Mana akalar ustidan olyapman. Ketdik. Joningdan. Bu molni yomoni bo'lmaydi. Mehr berishni bilgan odam bo'lsa, o'sha mehrini ham berib qo'ydik-ku, mana suvlarni ichib Mana. Mana qara. Kichkina mollar Haydang. ham yo'q mana, ziyod 23 ta. Kami bor mana 10 ta olsa qanchadan berdik? 22 dan berdik. 22 dan devordingiz. Aksiyalar boshlandi. Qorinlashni boshladi-da, mana qara. Qorinlashni boshladi. Inshaalloh. To'g'risida. Mana uni qara yeganini mana. Asham o'zgacha navos ekan, lekin aka. Mana ikkalasi. Qarang ketish. Aka 10 ta zo'rin tanlab 22 milliondan 1 yil boqing, o'rniga 25 ta olasiz. Ketishini qarang. Mashallah. Mana har qanaqasiga aksiya bor. Kichkina. Video qo'ydik. O'zimiz ham gapni ochig'i sal shoshib qo'yganimizni bildik. Kerak deb men to'g'ri sotmadik emas. Sal shoshib qo'yganimizni bildik. Mana xudo xolasa ranglari ochildi, ishtahalari ochildi, suvlarda, ovqatlarga, ukollarda xudo xolasa endi sotgan odam uchun qo'rqib sotaveradi. Keyin ustidan bir ko'rsatib berdik. Hammasi uzun gap. Mana akalar, turishini qarang buni. 22 bosh Ziyojon. Mana 19 million 800 dan xudo xolasa 23 milliongacha tanlab olishga qo'ydik. Hammasini bir joyga olsa 21 dan dastavkasi bizdan $200 olaveradi mendan. Bonusi bilan. Ha, xolasa $200 kam bersin. Moshli bo'ldi na. Mana akalar. Xudo xolasa ertangi yana zo'r bo'lib qoladi mollar. Xudo xolasa. Hammaga omad, ishiga
rivoj bersin. Xudo xolasa yana 120 ta molimiz yo'lda inshaalloh. Xohlasa. Kelaveradi, sotaveramiz. Dirs baraka bu ham. Barakasini bersin aka. Sog' bo'lsin, hammaning omadini bersin. Aytgan kelsin. Kimgadir bizni mana shu mollardan hammadan Alloh rozi bo'lsin. Duo qilib qo'yib, bizlarni mana shu joyga boshiga qo'yib yuborsangiz ham rahmat. Mana shu Otabek ikkalamizni, seni duo qilib qo'yganlarga rahmat. Kabalardan turib boshqa moli sotib keldim, moli sotib o'g'limni uylan moli qiz chiqardim, mashina oldim deb hamma xursanda. Xudoga shukr, shu kungacha mana 6 yil davomida. Men yana aytayapmiz, kecha chiqqan jo'ja emasmizda bu ishga. 4 tomon zot topga bu deydigan. Bu jo'jalar sekin-sekin qayrilib kirib ketaveradi joyiga. Hammadan Alloh rozi bo'lsin. Ana shular yana ham ko'proq mana ro'za kunlari bizga ham duo qilib qo'ysa, inshaalloh biz ham xursandmiz. Xudo xolasa xalqimizdan. Hammasi duo bilan. Sog' bo'lsin hamma. Qadrli obunachilar, har doim yurtimiz tinch, osmon musaffo, yurtimiz tinch bo'lsin. Nima deymiz? Kelayotgan Ramazon oyi barchaga qutlug', xayrli, barakotli kelsin. Shu oylarda qanday mushkuli borlar bo'lsa, Alloh taolo mushkullarni yengil qilsin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bitta like, otangga rahmat deb yozib qo'yasizlar. Sizlar uchun xizmatdamiz. Sog' bo'linglar.